Assalamu alaykum hurmatli Rabia Qadir xonim. Siz bu qitimqi Yevropa qilgan safaringiz munosabati bilan Germaniyaga yetib keldingiz. Xush keldingiz. Sizga ma'lum bo'lgandek, vatanimizning ichidagi vaziyat kundan kunga og'irlashyapti. Bo'libmi Xi Jinping chiqqandan keyin tarixdagi Shinseyning qirg'inchilik siyosatidan va Wang Jinning qirg'inchilik siyosatidan qilishmaydigan bir siyosat yurgizib, xalqimizni qirg'in qilyapti. Dünya vaziyetining, yani dünya cemaatinin ko'zi oldida xalqimizni turli sabablar bilan tutqun qilyapti va qirg'in qilyapti. Bununla Dünya Uyghur Qurultiyi ve barliq tashkilotlar bilan birlikda qanday tadbirlarni qo'llanmoqchisiz va bunga qanday qaraysiz? Nəhayət yaxşı, bütün dünya mətbuatları, muxbirlar və radio freya degəndək davamlı halda Uyğurların ki hazırki vəziyyətini küstüb turbadı. Sizlərlə oxşaşlı küstüb turub, sizlərlə nəhayət yaxşı. Timinlarının Uyğur davasının ki vətəndəki xalqının tatıb atqan azab qüvvətləri və vətən teşidiki sərgəndarlarının tatıb atqan azab qüvvətləri və vətənimizin azadlığı, türmədə yetib atqanlarını qutuldurur, ölüb atqanlarını qandaq qutuldurur, Xitay hökumətinin Uyghur xalqiga əkilib atqan zulüm üstüdə qandaq kuraş qilish haqida yetkiganliginglar uchun sizlarning televizor stansiyalarini matbuot bizlarning tashviqot o'rnidan nəhayət razı oldum, nəhayət xoş oldum. Bu haqda mən sizlərə nəhayət yaxşı sözlər verməm. Bunundan keyinmi davamlı halda vətənin içindəki vəziyyətini küstüb dururlar. Vətənnin teşdiki vəziyyətini küstüb dururlar, səzgür bulunlar. Xalqimizni qandaq qutulduruz haqqında tədbirlərini izləyirlər. Həm də mən sizdən sualınızға cavab vereyim. Birinci, Xitay hökuməti besib alğan 65 yıldan beri Xitay hökuməti bir qitimmi Uyğur xalqını bastırış, Uyğur xalqının milli kimligini yo'qotish, Uyğur xalqını millat sübtida yo'q qilish niyatidan yoki Uyghur xalqining diniy e'tiqodini yo'q qilib dinsizlashtirish niyatidan voz kechgani yo'q, uni davomli strategik holda o'xshamagan usul bilan davomlashtirib kelyapti. Mayli Mao Zedong davri bo'lsin, mayli Deng Xiaoping davri bo'lsin, mayli Jiang Zemin davri bo'lsin, mayli Hu Jintao davri bo'lsin, mayli hozirgi Xi Jinping davri bo'lsin. Lekin har qaysining usul cəhətdən oxşmaydı. Məsələn, Mao Zedong'un davrida Uyğurlarni açlıqdan qırğınçılıq qilish, ecilib sayraşdab tutqun qilish, ularni turmalarning o'zida açlıqdan o'ldirib tugutish, Uyğurning qo'li bilan Uyğurlarni yo'qotish, amaldorlarni yo'qotish deb turib, tövəndəki avam xalqning qo'li bilan ziyolilarni yo'qotish, tövəndəki bölgünçilərni yo'qotish deb degan siyosatni chiqib Uyghur amaldorlarning qo'li bilan tövəndikilarni yo'qotish, ularni ishondirish, aldash siyosati ib bo'lgan. Shu aldash siyosatida nurg'un ziyolilarimiz, nurg'un rahbarlarimiz, Sharq Turkiston inqilobida davlatimizni mustaqil qilgan arboblarimiz, mustaqillik jakolagan, mustaqillik orzusi va arboblarimiz Xitoyning oldishi, yolg'on gap qilishlari, Xitoy hukumatining bizni yo'qotmoqchi bo'lgan siyosatini his qilolmagan, tarqatolmagan, ishongan. Demak, shu ishonishdan shundoq davomlashganligi uchun bizning xalqimiz Xitoyga emas, o'zimizning oldingi safdagi ilg'or olimlarimizga ham o'zimizning rahbarlari deb cho'qingan odamlarga, o'zimizning Sharqiy Turkiston inqilobidan qolgan dohiylarimiz ve o şu jangchilarimizdan erishib, bular ishonib ketib, xalq oshno bilan qaymoqib ketib, biz vatandan ayrilib, o'zimizning o'tmishini unutadigan, nima uchun mush kunga qolganini bilmaydigan holatga hozirgi davrda kirib qoldik. Mushning hammasi endi biz aldanganligimizni his qilib yetgan vaqtida vaqt nihoyatda kechikib ketdi. Nihoyatda badal to'lab ketdik. Nurg'un qurbonlarni berib ketdik. Xalqimiz har bir Xitoy hukumatining rahbarlari chiqqan vaqtida o'xshamagan holda qirg'inchilik, o'xshamagan holda badal to'lash bo'ldi. Xitoy hukumati
Muhbir efendim davamlı Manjuriyadan biz Uygurlarni azat qildik. Gomindandan biz Uygurlarni azat qildik. Uygurlarni qulluqdan azat qildik. Uygurlar azatlıqqa chiqdi deb bizni besib olgan bosmachilarni bizga, bizning xalqimizga azatlik armiya deb yetkatkizdi. Yo'q. Manjuriya vaqtida Uygurlar o'zi taqdirini belgilaydigan avtonomiya huquqini edildi. Endi shu davrlardan hozir Xitoy hukumatining Manjuriyaga selishtirmaydi. Mavzudu Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao qatorliqlarning bizni qirg'inchilik qilish, uning Xitoy hokimiyatining vatanimizga akib evatgan qo'rchoq amaldorlari keyin oxirgi qo'rchoq amaldori Wang Luochen qatorliqlarning Uyg'ur xalqining qonliq qirg'inchilik qilish davridan hozir Xi Jinpingning yana o'zgargan holda uni tuzitib bo'lmay, uni texmi ig'irlashtirib, eng ig'ir, eng vahshiy, eng fojialik, eng fashizmlik Birinchi Dunyo urushidagi qattiq qirg'inchilik, Ikkinchi Dunyo Ikkinchi Dunyo urushidagi mushu ba'zan millatlarni millat sifatida yo'qotish qirg'inchilik qildilar. Barobar qirg'inchilik bizning ustimizga markazlashdi. Mush asr ichida masalan Suriyada urush bo'layotdi deymiz. Iroqda terrorizm harakati urush bo'layotdi, kurash bo'layotdi deymiz. Afg'oniston, Pokistonda odam o'lyotdi deymiz. Lekin qarshi chiquvchi va bostiruvchi o'rtada o'zaro elishish bo'layotdi. Her ikkisining qo'lida qurollar. Elishish her ikkisining o'rtada namoyish qila oladigan, voqea oladigan, o'zini bostirgan bir hokimiyatga, o'zini bostirayotgan, o'ltirayotganlarga qarshi chiqish erkinligi bo'lmadi. Faqat mushu dunyoda, yer sharida mush asrda eng o'zini o'ltirayotgan odamga ikki qo'lini qo'shtirib turayotgan birli millat kim, birli davlat nima desa, u bo'lsin Sharq Turkiston. Bizdan qolsa uniki Tibet, Mo'g'ullar. Demak, bizni qurolli hokimiyat, diktator, qurolsiz qo'lida pichoqning sunug'i yo'q bir xalqni to'xtamay o'lim jazosi hukm qilib, millat sifatida va uni inson sifatida yer sharidan tozalab uningga mushu yer sharidagi xalqlar dabbasak ishonmaydigan, bunda hodisimi bo'ladi deydigan rivoyatlarda anglab boqmagan qiynashlarni, bostirishlarni, tutqun qilishlarni, o'ldirishlarni olib demak, Uyg'ur xalqi hozir o'lim bilan hayot mamat o'rtadagi kurash o'rtada qoldi. Masalan, necha vaqtdan, necha yillardan biz o'zimizning milliy kimligimizni, diniy e'tiqodimizni va o'zimizning qizlarimizdan akatganlik masalalarni ig'izga olmaydik. Mushundaq gaplarni deyalım. Deb turib bu davoni ep borgan va o'zimizning qo'shtillik ma'rifda tilimizni yo'qotdi, bizni dinsizlashtirish uchun diniy erkinligimizni bostirdi, ham bizning qizlarimizni akaldi, dehqonlarimizning dehqonlik yerini tortib oldi, yer osti, yer usti boyligimizni tortib oldi, ko'chmanlarni akilib bizga ko'mbatdi, ekologiyamizni buzib etdi degan noroziliklarimizni o'tirib qo'yamiz. Hozir mana bu shu 2009-yili 7-oyning 5-ki bizning uni deyishga vaqtimiz yo'q. Oyada 10 odamni o'ldirdi, meyada 100 odamni o'ldirdi, oyada 10 ming odamni tutdi, meyada 200 odamni tutdi. Qirdi, o'ldirdi degan gaplarni dunyoda dalalayapmiz. Bizning gapkimi hozir vaqt chiqmay, butun dunyo ulg'lanmay, mush o'layotgan odamlarimiz ustidan shikoyat qilyapmiz. Xitoy hukumati Uyg'ur xalqining qanchalik ig'ir qirg'inchilik qilayotganligini, mush bizning ovozimizning o'zgarganligidan, bizning yozgan bayonotlarimizning o'zgarganligidan xursandlar bo'ldi. Biz dunyo hurqurtida har qatam Xitoy hukumati bizning xalqimizga o'lim jazosi hukm qilganda va xalqimiz g'oyib bo'lib ketganlar haqida biz dunyo hurqurtida shu Xitoy hukumatining hozir turmularda
qanchalik odamlarni qiynab o'ltirayotganlik haqida, endi shularni ko'chalarga itib o'ltirayotganlik haqida, uylarga bostirib kirib itib o'ltirayotganlik haqida ham vertolyot aeroplanlar bilan dehqonchilik qilayotgan xalqni o'qitib gunohsiz dehqonlarni aşağıda 400'lab, 500'lab qirg'inchilik qilayotgan haqida bayonot beryapmiz. Bayonotlarimiz o'ldirishdan to'xtab, tutishdan to'xtatdan iborat bo'ladi. Demak, burungi yozilgan bayonotlarimiz, talablarimiz bilan hozir o'xshamaganligini dunyo xalqi buni bilyapti, ta'kidlayapti. Xitoy hukumati 10 yıllardan beri, 10 yıllardan beri dünya terrorizm hareketinden faydalanıp Uygur halkıga terrorizm kalpaga keltirip Uygur halkını öldürüp tüketmekçi bolgan idi. Lekin bununla dünya yol vermey, dünya Uygur halkının terrorizm emas ekanligini, mayli garip dünyası olsun, mayli Amerika devleti olsun, Amerika qit'asi olsun, mayli Türk dünyası olsun, mayli Arap dünyası olsun, mayli Asiya olsun, Uygur halkı terörist emas. Terörist deb turib foydalanib, Xitoy hukumati Uygur xalqini qirg'inchilik qilmaslik kerak, bostirmaslik kerak deb ogohlantirish berib kelgan edi. Ham dunyodagi barliq matbuotlar, tashviqot o'rinlarimi dunyoga Uygur xalqining haddidan ziyoda uvalchilik uchrayotganligi, qirg'inchilik uchrayotganligi, Xitoy kommunistlarining Uygurlarni hech qanday narsaga qaramay o'ldirayotganligini jakalab kelayotgan edi. Lekin mush yaqinqi vaqtdan beri bo'libmi, mush 2014-yil kirgandan keyin Xitoy hukumatining Uygurlarning tinchlik bilan olib borayotgan faoliyatlari, namoyishlari, talablari, arzi, haq, huquqlari hammasi o'ldirish bilan, tutqun qilish bilan, hech qanday rahimsizlarcha qirg'inchilik qilish bilan qilganlik uchun Uygurlarda hatta bir mahalladan bir mahallaga berib qo'yuvchi hayvon kabi ularning qizlarini, onalarini, balalarini oldida yalang'ochlab tashirib, har 200 metrda bir qaytim to'saq qo'yib, madaniyat inqilobini ishib ketgan holatda Uygurlarning erkinligi, matbuot erkinligi, namoyish qilish erkinligi, so'zlash erkinligining hammasini, hatto mehmondorchilik qilib o'zaro uchirish erkinligi, chet elga chiqish erkinligi, hech narsani qo'ymaganning sirtida iqtisodiy taraqqiyot erkinligini bo'g'ib, bularni faqat o'lim bilan atab qo'yg'ashqa Uygurlar jinidan kechishga majbur. Uygurlar biri vatandan qochib chiqishga, qochib chiqib ketib intiqom oladigan ideyaga keldi. Chunki Uygurlar nurg'un narsalardan umid qildi. Uygurlar qanday umidlarni qildi desiniz, bizni Amerika qutuldirdi. Amerika butun dunyoga barobarlik akiladi, tinchlik akiladi. Amerika butun dunyoning soqchisi, adolat bizni oshib umid bilan nurg'un Uygurlar oshib umidlar bilan turmoqda ekan. Şahsen ben özüm şunday durmak gerekti. Endi onun sırtida ba'zi Uygurlar bizni diniy jihatdan bostirilayotganligi uchun bizni Arab dunyosi qutuldirdi. Islom qarindoshlarimizni bizning dinimizni dafsanda qilgan ekan, u biz islom dini iymonimiz uchun bo'lsin bizni qutuldirdi. Biz uning qarindoshiga undan umid kutib, ming'ilgan qarindoshlarimiz u sababdan turmoq kerakdi. Yana ba'zi qarindoshlarimiz biz Türk, bizni Türkiye qutuldirdi. O bizim kardeşimiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Tatariston, Turkiya qatorliq qarindoshlarimiz bizning bunda o'lib ketishimizga yo'l qo'ymaydi. Ular dunyoga biz uchun chiqib da'vo qilib, butun dunyo bilan birga bizni qutuldirdi degan umid bilan minglarcha qarindoshlarimiz o'ldi. Minglarcha qarindoshlarimiz o'zini Türk deganlik uchun turmaga tashladi. Türk degan bir so'z bilan minglarcha odam o'lim jazosi hukm qilinib ketdi. Xo'sh, yana bir qism qarindoshlarimiz g'arb dunyosi, Yevropa demokratiyani targ'ib qilib, bunda ishlarga o'rlashirkan, Tibetninkiga o'rlashdi, Birmanikiga o'rlashdi, Kosovoni anda qildi, Poloniyani anda qildi. Cho'qim bizniki qutuldirdi. Birinchi Alloh ondan kas oshna qutuldirdi deb umid qilib, yana minglarcha odamlarimiz o'lib ketdi. Onundaki ular yana kimden ümit kıl? Onumuz başçılıkideki, chet eldeki, bizni dava qilayotgan oldin qisatdagi da'vogarlarimiz qanday tashkilot qurilsa shu tashkilot mayli O'rta Osiyoda harakat etib bo'lgan bo'lsin,
Meyli burunki, men turmadan çıkışının aldıda, O'rta Osiyodagi yetakchilik rahbarlarimizdan yetakchiligida nurg'un da'volar bo'ldi, nurg'un harakatlar bo'ldi. Xalqimiz ulardan umid kutib, minglarcha, o'n minglarcha odam turmadi yetyapti, minglarcha, o'n minglarcha odam qurbon bo'lgan. Ularning orqadan erishdi. Hozir bizden umid kutib, mushu onalarimiz, mushu oldin qisatli jangchilarimiz, osh qurilgan tashkilotlarimiz, osh Turkiyadagi seyitlar, mushu Germaniyadagi tashkilotlar, mushu onimizning oldidan menayotgan jangchilar cho'qim bizni dunyoga ovozimizni olib, bizning bo'layotgan ishlarimizni xalqaro orqali bizni qutuldirib ketadi degan umidni bizga bog'ladi. Lekin bu yorug'liq o qorong'ilikqa nihoyat kichik yetib boradi. Yana ular o'layverdi, yana ular turmuga tutqun qilmayverdi, yana Xitoy ularni chanaverdi, o'ldirverdi. Hatta bizning qarindoshlarimizni zihning ustiga o'tag'izib qiynaganda zihning ustiga o'tag'an qarindoshlarimiz bor. Qo'zqiga turib bilan suv qo'yib qo'zqini portlatib etib qiynaganlar bor. Dunyoda inson qalbidan chiqqan qiynashlar bilan Uyg'urlar ashning hammasiga duch keldi. Onalar farzandlaridan ayrıldı, qiynab o'ldirib oldiga chiqib berdi. Balalar otalaridan ayrıldı, qiynab chiqib bütün bedenlerini ko'gil olmaydigan chiqib berdi. Chiqib bermaganlarning o'tkir zosuyi, yurak böreklerini dunyoga bintan doktorxonalari, yosh qiron yoshlarimizni dunyoga import, eksport qilib pul toplashladi. Uyg'urlar ashundaq tovar malga o'ldiradigan bir qo'ylardek o'ldiriladigan bir millatga aylandi. Demak, Xitoy hukumati, Xi Jinping hukumati chiqqandan keyin mushunchalik vahshiylashdi. Hozir bizning ahvolimiz, xalqimiz kutgan umid hech narsa xalqimizga borolmadi. Amerika gap qildimi, aralashdimi? Gap qildi. Amerika, "Hoy, Uyg'urni o'ldirma, Uyg'urni tutma, Uyg'urni qirma, Uyg'ur terrorizm emas" dedi. Xitoy parvo qilmadi, qildig'ini qilaverdi. Chunki Xitoy iqtisodiy jihatdan yo'g'ini olgan ekan, butun dunyoning kekirligini iqtisod bilan bo'g'di. Iqtisod bilan o'ziga gap qilolmaydigan, gap qismi deb qo'yib, uning oqibatini so'rayolmaydigan, gapini olmasmi yeshim qilmaydigan darajaga berib oldi. Hamma davlatlar boy bo'lsa, o'zining xalqiga shafoat qo'lini sunadi. Bir ota-onalar boy bo'lsa, o'zining bolalarini yaxshi kunga erishtirdi. Lekin Xitoy hukumati o'zimning puhroyim degan xalqini mushunda qonliq qirg'inchilik, qonliq bostirish, qurolliq bostirish bilan ibordi. Masalan, o'zining Tiananmen vaqasida o'zining xalqini qonliq qildi. O'zining xalqini tank bilan osh farzandlarini qirayotgan Xitoydan Uyg'urga, Tibetga, Mo'ng'ullarga nima vafo keladi? Albatta o'ziga o'xshamaydigan boshqa erkini qirib tugutish siyosatini ular ilgari surdi. Lekin o siyaset o'xshamaydi. Birisiga yumshoq qo'l etal ishlatdi, birisiga qattiq qo'l ishlatdi. Ba'zanlarga hozir bizdan boshqa qarindosh, ashundoq bizning kunimizga o'xshash kun tortayotganlarga yumshoq qo'lni muomala qildi, Uyg'urlarga qattiq qo'l muomalasini o'ldirib tugutish o'lim jazosini davomlashtirmoqda. Shu Uyg'urlar o'zining kutgan umidi o'lib atqanda hech qanday yordam hech narsadan kelmaganda, hatto bizning qo'limizdan ularni qutuldirib berish kelinmaganda, biz shuncha anlatayotgan bo'lsak, g'arb dunyosi shuncha gap qilayotgan bo'lsa-mu, islom dunyosi, islom birliklari Xitoyga shuncha gap aralashgan bo'lsa, bu ishning oqmoqligini ko'rgandan keyin baribir dunyoning Xitoyga kuchi yetmadi. Bunda qiynalib o'lib tugaydi degan qarorga Xitoy hukumati Uyg'urlarni o'zi majburiy ishtirib etildi. Uyg'urlar azaldan terrorizm emas. Azaldan terroristchi bir millat emas. Uyg'ur xalqi mush islom dunyosidagi xalqlarning ichidagi eng bir tinchlikparvar, oq ko'ngil, mehmondo'st shundoq bir madaniyat, muzika, din hammani birlashib boradigan shundoq bir go'zal millat. O'zining urf-odatlarini o'zining islom dini bilan shundoq ettirib o'zining xalqini pokiz saqlab kelgan millat. Uyg'urlar o'zining e'tiqodiga xiyonat qilmaydigan millat. Uyg'urlar islom dinining terrorizm harakati emas ekanligini, uningga qarshi ekanligi, gunohsiz odamlarning o'ldirishining xato ekanligini bilmaydigan millat emas, bilib ketgan millat. Lekin Uyg'urlarning chidash toqati qolmaganligi uchun baribir o'ldiriladigan bo'lgandan keyin biz
Adam ölse qandaq oldu san kökütüp, hemini ölü dikemiz boşuna öleydi degen yer Xitay'a geldi. Xitay her qitimqi Uyg'urlarning ki tutqun qilish faoliyatida, Uyg'urlarning harakatida mush Uyg'ur burun undaq emasdi, adam o'ltamaydi. Burun shundaq yaxshi bir xalqdi. Hozir nima uchun bundaq bo'lib ketdi? Buning manbasini tepib Uyg'ur xalqining qarshi fikirdagilarning fikrini, masalani hal qilaydi emas, biz bostırımız, öldürümüz, qandaq qilsa biz bostırımız, öldürümüz dedi. Unda bo'lgandan keyin bu ahvol texmi eg'irlashudir. Texmi eg'irlashudir, xalq endi Xitoy o'ylamagan fojiani keltirdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarni mushundaq bo'lishini orzu qildi. Chunki butun dunyoni Uyg'urlar terrorist deb vaqirat qilib, NATO'ni so'rab akirib, dunyoni so'rab akirib, Uyg'urlarni yalnız o'zining qo'li bilan emas, butun dunyoning qo'li bilan urib o'ltasi, haq degizib turib, Uyg'urlarni bir vatan bilan o'ldirib tugatmoqchi. U mumkin emas, amalga oshmaydi. Biz 20 milyon xalq bu tarixda boshqa millatlarni butunlay qirib tugatman deb boshqalarni chiqqan, hech qachon qirib tugatmagan, ya'ni hozir davomlashib kelyapti. Biz yana davomlashtiramiz. Bizning kurashimiz davomlashadi. Biz g'arbdagi tinchlik bilan etgan kurashni davomlashtiramiz. Vatanimizning ichidagi barliq ig'ir ahvollarni dunyoga oltimiz. Dünya bizning ahvolimizni cho'qim o'qidi. Hozir vaziyat intayin ig'ir. Har bir Uyg'ur o'rnidan dast turish kerak. Her bir Uygur, meyli yaş balla olsun, meyli qerilar olsun, meyli mumaylar olsun, hemmisi özünün vətini, Şarkı Türkistan ve vətininde kırılıvatkan karındaşlarını kutulduruş, özünün ademi burçı, vicdani burçı ve dini imani burçı da koluğu ilişkirek, öyle oturup lan, 5 vakit namazımızı okusak lan, biz cennet fikrimiz emez. 5 vaqt namazning ichida, ya'ni biz jannatga kiradigan nima ish va u bo'lsin, bizning diniy qarindoshlarimizni qutuldirish va bizning milliy qarindoshlarimizni qutuldirish, bizning zo'ravonda qolgan zaminimizni qutuldirish, bizning ma'burchimizni ado qilmasak, bizning mush o'qib, mush o'tirib qolgan ishlarimiz xato bo'ladi deb o'ylayolish kerak. Bizning qarindoshlarimiz boshqalar uchun kurash qilmaslik kerak. Boshqalarni chiqilmaslik kerak. Bizning düşmanımız bizni öldürüvatkan, zaminimizde tatıvatkan, bizni kırıvatkan kim? Bunu tanıp yetiş gerek. Dünyadaki başka milletlerini özgü düşman kılanmaslık gerek. O hazırlık bir vaziyette. Bizge yardım kıvatkan dostlarımızga bakadım muş atmaslıkımız gerek. Bu Xitayning maksidi. Bu Xitayning kışkırtışı. Bu da hata idiğini taşlar. Zaminimni, vatanimdeki ölüvatkan turmadikilerini kutuldurmandan özünün dikkatini başına ağdırış gerek. Elhamdülillah Müslüman olsa, hakiki elhamdülillah Müslümanın, hakiki kalamullah'ın, Allah'ın yolu, en aşı vatanda yedivatkan 40 bin Uygur turmadaki Uygur, aşı ölüvatkan ağaç sınırlarını kutulduruş. Herkes o devletke verip, bu devletke verip, başka uruşvatkanların arasını kırıp ölüş emez. Undaq yol bilan o'lganlik demak, to'g'ri deb qarmayman. Muxbir efendim, hozirda diniy olimlar javob bersin. Hurmatli Rabia Qadir xonim, yaqindan buyon xalqaro siyosiy sohalarda oz ko'rib qoldingiz. Buning sababini bizga tushuntirib berasiz? Men yaqindan beri xalqaro siyosiy sahnada oz ko'rinib qoldim deb o'ylamayman o'zimni. Chunki vatanimdagi ahvol intayin eg'irlashib ketdi. Uyg'urlarning vaziyati intayin jiddiylashib ketdi. O'zimiz yuqori o'tib ketdim. Vatanning teshidagi vaziyatni yomon jiddiylashib ketdi. Xitoy noiti kam ko'lamda xalqimizga vatanning ichi teshiga qo'l soldi. Shuning uchun bizning ishimiz noit oldirish bo'lib ketdi. Mushundaq paytda dunyoning hamma yerida sargardonlar, eqib yurgan sargardonlar qarindoshlarimizning da'da ahvoli bizning ustimizga yuklandi. Ham Xitoyning jasuslari, Xitoyning bir qo'lliq tarbiyalab chiqib, Uyg'urlarni parchalaydigan jasuslari bizning ishimizda noit keng ko'lamda harakat etadi. Ham dunyoning hamma yerida, mayli Amerikada bo'lsin, da'vogarlarni jitim qoldirish, Uyg'urlarning davosini ipaga yetakchilarni jitim qoldirish, ularni sestish, ularning o'tirib jidal majrasilish, ularni nizah ichiga akirib qo'yish qatorli faoliyatlarni ep beriyotdi. Ham vatanning ichida
ki qarindoshlarımızning ashada tutilishini mashada turib mishadagi harakat etib berayotganlarni tizimlab avatish orqali vatandagi ichidagi nurg'un odamlarni turmuqqa tutib beryotidi. Vatanning teshida turib jasuslar Xitoy vatanning teshidagi jasuslar orqali vatanning ichida nurg'un qarindoshlarimizni o'ldiryotidi. Bizning hozir vazifamiz intayin eg'ilishib ketdi. Bizning vazifamiz shunchalik sharafli. Xalqimiz bizdan nat cho'ng umidlarni yuqorida aytib o'tib ketdi muxbir afandim. Nat cho'ng umidlarni kutyapti. Bizning shunga xalqimizning bu umidiga javob berishimiz kerak. Qorong'ilikqa kichkina bo'lsin chiroq yiqilishimiz kerak. Shunga biz bu sharafli vazifani, bu ig'ir vazifani texim kundan kunga kuchayotgan bu ig'ir vaziyatni bartaraf qilish uchun men o mening atrofimdagi odamlar biz yetishmay qoldik. Shuning uchun hammasi har tarafga chiqib, hammamiz Yevropada, Amerikada, islom dunyosida darhol bir necha 10 yig'inlarni o'rnashtirdik. Butun dunyoga Uyg'ur masalasida qanday oltish to'g'riliq o'xshamagan necha vaqtdagi o'zimizning yukimizni ig'ir vazifalarni ustimizga olganligimiz uchun men vaqtchilikdan yetishamadim. Ham ishki jasuslarga taqobil turish kurashlarida nihoyatda jiddiy bir harakat etdim bir qadar. Şu hareketlerin hem bularını kandak bir taraf qilish, bularga kandak taqobil turish, bularning ahvollarini kandak kuzatish, bununla bizning da'vogarlarimizni kandak qo'g'dash, vatanda o'layotganlarni kandak qo'g'dab qilish, shu masalalarni bizning vazifalarimizdan bir bo'lishqa, meningki mushu jiddiy paytdagi o'zimni qo'ygan to'shqinlarim o'xshamay, men ishlamagan bo'lishim mumkin. Men har vaqt Uyg'ur xalqining oldingi sepidan. Har vaqt Uyg'ur xalqining hozirgi chet elda olib borayotgan davosining milliy yetakchilik xizmatini olib borman. Bu sharafli vazifani xalqim menga ishonib topshirgan ekan. Yaratgan Allah ishonib meni beshay ochiqqan ekan. Mening o'zim hech qanday inson o'zining irodasi bilan bir yerga chiqmaydi. Allohning irodasi bilan keladi har ishga. Men Allohning irodasi bilan mush so'ringa Allah meni qo'ygan ekan. Men mush Allah topshirgan mush sharafli vazifani bir onu sifatida ado qilaman. Ko'rinmay qolgan vaqtimda ko'rinmagancha ado qilaman. Ko'ringan vaqtimda ko'ringancha ado qilaman. Har vaqt men xalqimning qishda, men xalqimning yordamiga tayyor. Nayt jiq mening atrofimdagi sabdashlarimni ana shunday ishlayotdi. Sizlarni to'xtamay shunday ishlanglar. Ham butun dunyodagi qarindoshlarimni ham jasuslar bilan kurashga chaqiraman. O'zim jihad qilaman deyotganlar ekan. Men diniy gaplardan jiq o'qimaganlik uchun bilmagashga kurash qilib inqilob qilaman degan. Inqilob avval milliy munofiq xoinlarni o'ttirimizga bo'lgunchilik sevatganlarni, jidal majro paydo qilayotganlarni, da'voning oldini to'sqanlarni bir taraf qilish kerak. Buni bir taraf qilish vazifasi bizning ustimizda. Biz bundan keyin qarab turmaymiz. Biz bundan keyin xoinlarga, munofiqlarga, bosh Xitoyning mashadagi go'bashlarga, ashu bizning vatandimizni o'ldirayotganlarning intiqomini avval birinchi intiqomini mush chet eldagi go'bashlardan olamiz. Shunda xizmatlarni davomlashtirishini, butun jangchilarning munofiqlarni tunib yetishini umid qilaman. Hurmatli Rabiya Qadir xonim, bugungi bu Uyg'uriston ozodlik televiziyasi tomonidan o'rnashtirilgan suhbatga kelib qatnashganligingiz uchun ko'p rahmat. Va oxirida xizmatingiz uchun tilayman. Teningizga salomatlik, umringiz uzun bo'lishini umid qilaman.